Assalomu alaykum hammaga. Demak, Tasima Olimpiadasi 3-bosqichining 5-sinf savollarini yechimini qilamiz. Yechimlarini ko'rsatib beramiz. Boshladik. Birinchi savol. Agar sonning o'nli yozuvida aniq kvadrat raqamlar uchrasa, kvadrat raqamlar. U shunday raqam bo'lishi kerak ekanki, u qaysidir sonning raqamning kvadrati bo'lishi kerak ekan. Bular qaysilar? Raqamlarni ko'rib chiqamiz o'zi. 0 bironta sonning kvadratimi? Ha, u 0 ning kvadrati. 1 qandaydir sonning kvadratimi? Ha, 1 ning kvadrati. 2 bironta sonning kvadrati emas, 3 ham bironta sonning kvadrati emas, 4 esa 2 ning kvadrati. 5 bironta sonning kvadrati emas, 6 bironta sonning kvadrati emas, 7 bironta sonning kvadrati emas, 8 ham shunday, ammo 9 3 ning kvadrati. 9 3 ning kvadrati. Demak, bizda shunday tushunishimiz bo'yicha, demak, o'zimizni soddalashtirib oldik. Quyidagicha yozib chiqdik nechalarning kvadrati. Endi aytayapti. Masalan, 423, 798, 506 sonlari kvadrat raqamli deyapti. Ya'ni bunda bironta sonning kvadrati bo'lgan raqam mavjud. Ya'ni mana, misol uchun bizda 4 bormi? Mana 4 2 ning kvadrati, to'g'ri? Xuddi shunday mana shu 4 borligi uchun shuni olyapti sonni bitta, uchraydi deyapti. Bunda esa 9 bor 3 ning kvadrati. Bunda esa 0 bor 0 ning kvadrati. Shuning uchun bu sonlarni olyapti. Endi bu yoqda 678 olmayapti. 6 bironta sonning kvadrati emas, 5 ham kvadrat emas, 7 ham kvadrat emas. Shuning uchun bu sonda kvadrat raqamli bo'lmagan deyapti. 8 ham bironta sonning kvadrati emas, 3 ham, 5 ham. Shuning uchun shu sonlarni olyapti. Endi aytayapti, Rasulbek qog'ozga kvadrat raqamli bo'lmagan barcha 3 xonali sonlarni, ya'ni x larni, biz tanlab olgan x larni o'z tartibida yozmoqchi. 13-chi bo'lib qaysi sonni yozadi? Demak, boshlaymiz. Bu yerda raqamlar takrorlansin, takrorlanmasin demaganmi? Demak, takrorlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz demak, so'ralgan narsa kvadrat raqamli bo'lmagan. Demak, biz x larni olamiz. X larimiz bular nima bu? 2 3 5 6 7 8. Mana shu raqamlar. Demak, bulardan bir chekilma eng kichkinasidan boshlab o'z tartibida yozib boshlaymiz. 222, 223, 224, 224 emas, 4 kirmaydi. 222, 223 dan keyin 225 va 226, 227, 228. Demak, jam bo'lib nechta son bo'lar ekan? 6 ta. 2 2 dan boshlanuvchi 6 ta bo'lar ekan. Bizga 13-ni so'rayapti. Davom etamiz. 2 3 2 2 3 3 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 demak 8. Demak, bu yerda nechta bo'ldi? Bu yerda ham 6 ta bo'ldi. Nechta bo'ldi jami? 6 6 12 ta. Demak, keyingi sonimiz 13-si. Demak, bu 2 5 2 252 ekan 13-si. Mana bu demak, bu birinchisi, bu ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, 5-si, hokazo bu 13-si ekan. Demak, bizdan ham 13-chi bo'lib so'ragan. Demak, javobimiz chiqdi 252 ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, T, A, S, I, M va O harflari qanaydir har xil natural sonlarni ifodalaydi. Sonlarni. Xo'p, agar T minus 1 teng A plus 1 barobar S ko'paytirilgan 3 barobar I bo'lingan 4 va barobar M ko'paytirilgan 0 ning kvadrati bo'lsa, tasimu T plus A plus S plus I plus M plus O yig'indining eng kichik qiymatini toping deb savol bergan. Yig'inda eng kichik bo'lishi uchun qo'shuvchan har biri eng kichik bo'lishi kerak. Qo'shuvchan har biri eng kichik bo'lishi kerak. Endi qaraymiz. Mana bu yoqda S kara 3 degani bu 3 ga degan ko'rinishdagi, ya'ni 3 ga karali son, 3 ga emas, 3s turibdi, to'g'rimi? 3 karali son. Demak, bu ham 3 ga karali, bu ham 3 ga karali. Demak, bu ham 3 ga karali.
Bu ham 3 ga karali. Lekin s ni o'zi 3 ga karali bo'lmasligi mumkin, chunki oldida 3 bor, shunaqa. Qarang, mana bu yerdagi son 4 ga ham karali, i 4 ga ham karali. Nimaga? Chunki sabab 3 ga bo'linishi kerak. Bu 3 chunki tagi tizdik. Lekin bu 4 ga ham bo'linyaptimi? Natural chiqish kerak javob. Chunki mana bu yoqda natural sonni 3 ko'paytsa, yana natural chiqadi. Demak, bu ham natural chiqishga nima bu? Majbur. Natural son teng natural son bo'ladi faqatgina. Demak, i bo'lingan 4 natural bo'lish uchun i qanaqadir 4 ga karali son bo'lishi kerak. Demak, bu ham 3 ga bo'linishi kerak, ham 4 ga bo'linishi kerak. Demak, i necha karali son? 12 karali son. i 12 karali son. Demak, i 12 karali son bo'lsa va u qandaydir sonni ko'paytmaning kvadrati. To'g'rimi? I bo'lingan 4 qandaydir sonning kvadrati. Ildiz olsak, ya'ni ikkala tomondan ham ildiz olsak, mana misol uchun aytayapti, i bo'lingan 4 teng m ko'paytirgan o ning kvadrati. Nima qilamiz? Ikkala tomondan ildiz olamiz. Ildiz olamiz. Demak, ildiz olsak, bu yoqdan m ko'paytirgan o chiqadi, bu yoqdan ildiz ostida i taqsim 2 chiqadi. Ildiz ostida i taqsim 2 chiqadi. Demak, i o'zi ildiz ostidan chiqadigan son ekan. Demak, i ning qiymati 12k bo'lsa, 12 ni tub ko'chaga ajratsak, demak 2 ning kvadrati ko'paytirgan 3k. Demak, k minimum necha bo'lsa, i ham minimum shundaqa bo'ladimi? Demak, k bu yoqda 3 bo'lishga majbur bo'ladi. Shunda kelib chiqadiki, i barobar 6 ning kvadrati bo'ladimi? 6 ning kvadrati bo'ladi. Shunda u ildizdan chiqib ko'paytma natural bo'ladi. Natural bo'ladi. Shu haqida gap ketyapti. Xo'p. Demak, bizda i barobar 36 chiqdi. Demak, ko'ramiz. I 36 ni 4 ga bo'lsak, demak bu 9. Demak, bu qanaqadir sonning kvadrati 9 bo'lsa, bu ham 9, bu 9 bo'ldi. Demak, bular ham 9 bo'lishi kerak. 9 bo'lishi kerak. Demak, necha kira 3 9 bo'ladi. 3 kira 3, demak s teng 3. Xo'p, bu yoqda nechiga 2 ni qo'shsam 9 bo'ladi. 7 ga, demak a teng 7. Nechidan 1 dan ayrsam 9 bo'ladi. 10 dan, demak t teng 10. T teng 10. Necha kira necha, demak 9 ni beradi. Bu 1 kere 9. 3 kere 3 deyamiz chunki s 3 dedik. Demak, yagona qolgan javob 1 kere 9. Xohlasin m barobar 9, 0 barobar 1 desin, xohlasin m barobar 0, o barobar 9 desin. Demak, baribir m bilan o ning yig'indisi nechaga qoladi? 9 gacha qoladi. Yo'q, 0 emas, 1, 9 emas, 10 ligacha qoladi. Demak, i ga oldik minimum 36, s ga oldik minimum demak 3, a ga oldik minimum 7, t ga oldik minimum 10. Demak, bularni qo'shsak 66 chiqadi. Demak, javobimiz 66. Keyingisi. 3-savol. A qat'iy katta b natural son uchun a minus b ni 15 ga bo'lganda qoldiq va bo'linma o'zaro teng. Shuningdek, a plus b ni 20 ga bo'lganda qoldiq esa bo'linma ham qoldiq va bo'linma ham o'zaro teng. B ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymatini toping. Demak, a katta b dan va a minus b ni 15 ga bo'lganimizda 15 kara k plus bo'linma va qoldiq va bo'linma bir xil bo'ladi deyapti. Demak, bo'linmasi k bo'lsa, qoldig'i ham k bo'ladi deyapti. Endi a plus b ni 20 ga bo'lganda bo'linma ham qoldiq ham bir xil bo'lar ekan. Demak, l u l dan bo'lsin. 20 kare l plus l qoldiqli bo'lish formulasiga ko'ra b ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymatini toping degan. Xo'p, bu yerda bo'linma ham qoldiq ham
bir xil bo'lishi uchun, minimum bo'lishi uchun har biri minimum bo'lishi kerak. Har biri minimum bo'lishi uchun biz nima qilishimiz kerak? 0 dan farqli sonlar olishimiz kerak. Chunki k bilan l ga 0 berib yuborsak, nima bo'ladi? 0 teng 0 bo'lib qoladi. A ham b ham nimaga kelib chiqadi? 0 ga kelib chiqib qoladi. U bo'lmaydi. Demak, k minimum 1 bo'ladi ekan. L ham minimum, L minimum 2 deylik. Misol uchun 2 bo'lsa, demak A minus B barobar k teng 1 da 16, A plus B barobar necha? 22. Yo'q. 42. Demak, sistema qilib qo'shib yuborsak, 2A barobar, demak 2A barobar 58, A barobar 29. A 29 bo'lsa, B barobar kelib chiqadiki, yuqoridagi bittasiga borib qo'ysak B chiqadi. Demak, 29 dan 16 ni olsak, demak 13. 13. B ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymatini toping. Xo'p, bu yoqda minimum qiymatini topib qo'ydik. Lekin bizda maksimum so'rayapti. Maksimum bo'lish uchun k ham maksimum bo'lishi kerak. K ham maksimum bo'lishi kerak. L ni maksimumni olamiz, chunki L maksimum bo'pti. K ni ham L ni ham maksimumni olamiz. K ning maksimumi bu 14, chunki qoldiq bo'luvchidan kichkina bo'lishi kerak. L ning maksimumi bu necha? 19. Demak, A minus B barobar k teng 14 da 14 kara 15, 210 ga 14 qo'shsak 224. Demak, L teng 19 da A plus B barobar nechaga teng bo'ladi? 19 kara 20. 380, 380 ga 19 qo'shsak 399 ekan. Ammo bu sistema natural sonlarda yechim chiqmaydi. Shuning uchun L ni bitta kamaytirib ko'ramiz. L ni bitta kamaytirib ko'ramiz. Necha deb olamiz L ni? 18 deb olamiz. 18 deb olsak, 18 kare 20 300, demak 360 ga 18 378 bo'ladi. 378. Demak, bularni qo'shib yuborsak 2 barobar, demak 12 ning ikkisi 0 6 bo'ladi, 602 bo'ladi. A barobar 301 bo'ladi. A 301 bo'lsa, demak kelib chiqadiki B barobar necha teng bo'lar ekan? 301 dan 224 dan ayirib yuborsak, demak 177 177 bo'lar ekan. Demak, nima ekan? B ning maksimum qiymati 177 ga teng ekan.